Barchangizga assalomu alaykum. Traktor bozor kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar akalar, ushbu dasturimiz boshdan oxirigacha tomosha qiling. Ushbu dasturimizda sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda reklama qilib sotishingiz mumkin. Akalar, o'ylaymizki, ushbu dasturimizda o'zingizga kerakli bo'lgan texnikalarni topasiz degan umiddamiz. Albatta, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Birinchi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz srochno sotiladi. Ushbu texnikamiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Traktorimizni ishga tayyor holatda, dokumentlari hammasi joyida deya ma'lumot berishmoqdalar. Ushbu texnikamiz Jizzax viloyati Forish tumanida ekan. Texnikamizni hamma yer ishlab turibdi, bemalol sotib olib ishlatishingiz mumkin. Narxini esa 55 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana kelishadigan joyi bor. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yib, u yerdagi texnikalarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan traktorimiz va qo'shimcha holatda agregatlari srochno sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz Namanganda deya ma'lumot qoldirishmoqdalar. Texnikamiz 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Narxini 22 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana kelishadigan joyi bor. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olasiz. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, agarda kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysangiz, keyingi dasturlarimiz ham o'tkazib yuborib tomosha qilishga imkoniyatiga ega bo'lasiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan Xerson 9 va go'ng sepadigan apparatimiz qo'shib sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikalarimizning holati a'lo darajada, hech qanaqa kamchilik, rasxotli joylari yo'q, bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Ikkalasini qo'shilgan holatda narxini 90 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Farg'ona deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlarini akamizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. O'tgan safargi dasturimizda TTZ-80 so'ragan akalarimiz uchun ushbu ekranda ko'rib turgan TTZ-80.11 traktorimiz sotiladi. Texnikamiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamiz haydashga tayyor holatda turibdi, biror joyida ish yo'q deya ma'lumot qoldirishmoqdalar. Traktorimizning motor korobkasiga javob beriladi, kultivatori bilan birga qo'shib sotiladi. Ushbu texnikamizning narxi 50 million so'm. Yana kelishsa bo'ladi deb qo'ygan ekanlar. Manzil Buxoroda. Texnikalarimizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa akamizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Akalar, bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz TTZ-80.10 traktorimiz srochno sotiladi. Ushbu texnikamizning holati zo'r holatda, hamma joylari radnoy, ochilmagan, motor korobkalari ham 100% garantiya beriladi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, yangi holatda turibdi, bemalol olib haydashingiz mumkin. Ushbu texnikamizning narxini esa 70 million so'm deyishmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Buxoroda. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa akamizga aloqaga chiqing. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz TTZ-80 traktorga qiziqadigan akalarimiz uchun ushbu ekranda ko'rib turgan TTZ-80 traktorimiz sotiladi. Texnikamizning donasi 60 million so'mdan deb aytib o'tishmoqdalar. Sizga nechta TTZ-80 kerak bo'lsa, ushbu akamizga aloqaga chiqsangiz hammasini topib berishadi. Texnikamiz Buxoroda turibdi. Qolgan ma'lumotlarni akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Traktorimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, narxi 60 million so'mda. Manzil Buxoroda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, videomiz yoqayotgan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyingi sotiladigan texnikamiz TTZ-80.10 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati zo'r holatda, hamma joylari radnoy. Qolgan ma'lumotlarni telefonda gaplashamiz deb qo'ygan ekanlar. Akamiz ushbu texnikamizni 2008-yilda ishlabdi. Motorlari hammasi o'ziniki, radnoy holatda, narxi 50 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Buxoroda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Akalar, bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochno sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi holatda, ishlab turgan texnika deya ma'lumot berishmoqdalar. Traktorimizning narxini esa 15 million so'm deyishmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Xorazmda. Traktorimizning rasmlarini ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa akamizga bog'lanishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz akalar, agarda siz o'zingizga kerakli bo'layotgan texnikani topa olmayotgan bo'lsangiz, nomini kommentariyada yozib qoldirsangiz, siz so'ragan texnikalarni ham qidirib chiqarishda harakat qilamiz. Buning uchun like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz yetarli. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz shu ekranda ko'rib turgan T40 traktorimiz srochno sotiladi. Traktorimizning holati yaxshi holatda, ishlab turgan texnika deya ma'lumot qoldirishmoqdalar. Rasmlardan ham ko'rishingiz mumkin, texnikamizning hech qayeri kamchiligi yo'q. Ushbu traktorimizning narxi esa 32 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Texnikamizni ko'ring. O'zingizga ma'qul kelsa akamiz raqamlarini qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa
marhamat. Yana bir navbatdagi sotiladigan texnikamiz T40 so'ragan akalarimiz uchun ushbu ekrandagi ko'rib turgan T40 traktorimiz srochno sotiladi. Traktorimizning holati zo'r holatda deya ma'lumot berishmoqdalar. Motorlari moy yemaydi. Texnikamizning korobkalari zo'r, dokumentlarida muammo yo'q, holatlari zo'r, rullari gidravlika qilingan. Texnikamizning narxida kami bor deya ma'lumot berishmoqdalar. Traktorimizning narxi 28 million so'm kelishsa bo'ladi. Manzil Surxondaryoda. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa bemalol sotib olishingiz mumkin. Akalar, agarda kamchilik bo'layotgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Navbatdagi texnikamiz esa T28 traktorimiz kultivator bilan birga qo'shib sotiladi. Texnikamizning holatlari yaxshi holatda, motor va korobkasida umuman aybi yo'q. Ishga tayyor holatda deya ma'lumot qoldirishmoqdalar. Texnikamizni olasiz va ishlatasiz. Texnikamiz 76 lik diska bilan, kultivator ham 76 lik ekan. Ushbu traktorimiz va kultivatorimizning narxini 32 million so'm deyishmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Xorazmda. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa bemalol sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz T28 so'ragan akalarimiz uchun ushbu ekrandagi ko'rib turgan T28 traktorimiz sotiladi. Texnikamizning holati ideal darajada minishga tayyor turibdi deya ma'lumot berishmoqdalar. Traktorimizning narxini 12 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Akalar, ushbu texnikamiz Xorazmda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab, tekshirib, bemalol sotib olishingiz mumkin. Traktorimizning qolgan ma'lumotlarini esa akamizga qo'ng'iroq qilasiz, o'zlari bilan batafsil ma'lumotlarni ham gaplashaverasiz akalar. Texnikamizning qolgan ma'lumotlari telefonda.